Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bir ishimizni yakunlaganmiz. Jalaquduq tumaniga kelgan. Akfa 6000 Alux Antrazit 2 qavat stiklo paketi oynalari bilan Opshibe'ga 4 ta rom olib berganmiz. 120 ga 250 dan. Ikkita gulxo'ylarimiz bor. Gulxo'ylarimiz 70 ga 250, bitta balkon profilli eshigimiz bor. 1.5 ga, u ham 250 bo'lgan. Oynalari stiklo paket 2 qavat. Qora oyna tonirovka bo'lgan. Profillari balkon profilda, eshiklari 5 tadan betlab qo'yib berganmiz. Akfarimiznikini katta uchkalarni qo'yganmiz. Ochilishlarini bog'lasangiz bor. Bu obyektimizga ichkariga 2 ta rom olib berganmiz. 1.5 ga 1.60 lik romlarimiz. Patagonilari bilan bu ham plastmassa bo'lgan. Ochilishlari unda xohlasa, chunki mana sложный mexanizm bo'lgan hammasi. Hamma ishimizni sложный mexanizmga qilib berganmiz. Tonirovka oyna ko'rsatmaydi deganlari, ya'ni ichkaridan tashqari chiroyli ko'rinadi, xohlasa. Yorug' ko'rinadi. Tashqaridan tonirovka ushlab turadi. Pastlargacha ponna oyna bo'lgan. O'zgacha usulda qilib berganmiz. Hammasini sложный mexanizmda har bitta Qilishlar zo'r bo'lgan, zatseplarni orqa taraflariga ham qo'yib berganmiz. Romlarimiz ochilishi 1.5 metrga bo'lgan. Bitta hammom eshik olib kelganmiz. Bu ham Akfa'ning o'ziga bo'lgan. Chiroyli bo'lgan. Bitta hammom portishkalarimiz bilan gulli oynaga. Xo'p, ishlarimizni narxlariga keladigan bo'lsak, kvadrati 100 dollardan tushgan plastmassalarimiz. Hammasi sложный mexanizmda. 1.5 metr ochilishlar, romlar ham patagonilari bilan o'sha metrni 700 mingga olib kelganmiz. Shuna xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqib qolasizlar. Plastmassa, alyumin xohlagan usulda qilib beramiz, xudo xolasa. Eshiklarni ham balkon profilni ichlariga po'kat qilib berganmiz, xudo xolasa. Sariq po'katlarimiz ko'rinib turibdi. Ichiga ponni penoplast qilgan eshigimizni termo ozgina qimmatlik qildi. Shuning uchun balkon profilda ichiga po'kat qilib ishlab berganmiz. Nomerlarimizni pastda qoldiramiz. Telegram, WhatsApp, imo hammasi ishlayapti. Bemalol telefon qilib murojaat qila olasizlar. Kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Keyingi ishlarimizni ko'rib turishga